لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes ki hamdü sana Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dua salam yollap boğandan keyin maqsadga kelsak, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Durusul Balagha nomli bir qancha musannif buni yozgan bu musanniflar bo'lsa, buni yozuvchi bo'lsa Hifni Nasif, Muhammad Diyab, Sultan Muhammad, Mustafa Tammum qatorliq Misrlik olimlar shu yangi asrda o'tgan intayin kitobini yengida o'qish boshlaguchilarga qattiq mos, ya'ni yengida balog'at sohasiga qadam og'uvchilarga intayin mos shaklda kitobini yozgan ilgirki ulamolarniki eng muhim asos qoidalarini kitobga mujassamlagan, naytı o'zi tushunish oson, qulaylik. Her qanday bir o'quvchi yengida balog'at sohasiga qadam olgan o'quvchi bu kitobni o'qisa unga intayin yaxshi bir asos bo'la oladigan kitob bo'lganligi uchun bu kitobni boshladik. Shuning uchun bu kitobning muqaddimalarini boshlamaymiz, chunki yengida o'qish boshlaguchilarga muqaddima kirish so'z deganlar jiq muhim emas, ham uni kallasiga singdirib bo'lmaydi. Shuning uchun biz asos nuqtadan boshlaymiz. Kitobning muqaddimasi Muqaddima fil fasahati vel balagha. Muqaddima fil fasahati vel balagha. Yani fasahat ve balaghat haqida muqaddima. Kitap muqaddimasi. Musannif deydi: "El fasahatu fil lugati tunbi'u anil bayani ve zuhur." Fasahat degan. Uyg'urcha fasahat degan gapma, fasahat balog'atni uyg'ur tilimizda fasahat deb tushuntirdi. Yani fasahat deb so'zlaydigan kishi ekan deb. Musannif rahimahulloh arabcha bizga tushuntirib beryapti. El fasahatu, yani fasahat degan fil lugha, yani arab tilida, yani lug'atda tunbi'u anil bayani ve zuhur. Bir narsaning bayon qilinishidan va oshkor bo'lishidan xabar beradigan bir gap fasahat degan. Endi har qanday tilda dars boshlashdan burun sizlarga deb so'zlab bermoqchi bo'lganim, har qanday tilda ta'rifot bor. Bir babniki mavzusining ta'rifoti bo'ladi sarlavasining. Bu ta'rifatining arab tilidan, yani lug'at qoidasidan bir ta'rifoti bo'ladi. Undan shu soha qanday soha bo'lsa, shu sohadagi istilohdan bir nima bo'ladi, bir ta'rifot bo'ladi. Mavut lug'at til, yani arab tili mavqasida turib buni tarjimasi qomus kitoblardan izlasa fasahat degan, yani bayon va zuhur degan ma'nosi. Yani bayon bo'lish, oshkora bo'lish degan ma'nosi. يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه. Yani bunga misal keltirib, lug'atdan misal keltirib, أفصح الصبي في منطقه deyiladi kitobda. Yani lug'at qomus kitoblarda masalan أفصح الصبي في منطقه. Arab أفصح الصبي في منطقه deydi إذا بان وظهر كلامه degan. Kichik bolaning tili chiqsa, yani bana degan gap tili uchuq bo'lsa va zahara degan gap oshkora bo'lsa. Kichik bolaning tili kichik bolaning gapi, so'zi oshkora bo'lsa, uchuq bo'lsa, adam boshqa gapni qo'llayotgan bo'lsa, nima deyotgan arab afsahas sabiyyu fi mantiqihi degan. Biz aytamiz, yani tili chiqdi, kichik bolaning tili chiqibdi. Yani yoki bunda uchuq gap qilayotgan gapni duduqlamay, ondan gapni to'liq deyayotgan bo'libdi, tili ravon bo'libdi demoqchi bo'lsa, afsahas sabiyyu fi mantiqihi deydigan. Endi Musannif rahimahulloh bizga istilohiy ma'nosini so'zlab bermoqchi. Istilohiy ma'nosi deydi: "Va taqa'u fil istilah." Yani balog'at istilohida, stilistika ilmida, stilistika degan bizning hozir yangi zamonda balog'at, fasahat ilmini yangi zamonda hozirgi zamon uyg'ur tilida nima deb ataydi? Stilistika deb ataydi. Shu stilistika istilohida vasfan lil kalimati vel kalami vel mutakallim deydi. Ve taqa'u fil istilah vasfan lil kalimati vel kalami vel mutakallim. Yani balog'at istilohida söz, kelime degan gap so'zlik, bir so'z. So'zning vel kalam degan jumla.
cümlenin ve mütekellim degan sözlük içinin. Yani birinci şahıs azı zaman uyguda birinci şahıs dep ataydı. Yani sözlük içinin süpütü bulap düşüdügan. Süpütü bulap düşüdügan nimene sözni nima dep ataydı o? Fasahat dep ataydı. Yani munda degene mesela Arap tilida munda keladi. Kelimetun fasiha. Yani fasahatlik söz. Ve kelamul fasih dep ketu. Yani fasahatlik cümle. Ve mütekellimun fasihun. Yani fasahatlik sözlük içi. Dep munda yani demek bu şu 3 noktadan süpüt olap ketu. Fasahat diyen gap demek 3 nokta biz fasahatga kirish uchun, fasahatga kirish uchun 3 noktadan kirimiz. Biri nimani kirimiz? Kelimadan kirimiz. Söz. Evvelen sözlüklerini tadqiq qilamiz. Her bir sözlükten ayrım. Onun keyin kalam, cümleni tadqiq qilamiz, her bir cümleni. Onun keyin sözlük uchun ahvolini tadqiq qilamiz. 3 noktadan kirimiz hamda fasahat ilmida. Hamda kelime degan nima, cümle degan nima? Buni hammani sizlar nahvida tabiiy o'qib olasiz, grammatikada. Shuning uchun buni biz tafsil bayaq o'tmaymiz. Fa fasahatul kelima. Musa İbrahim ola deydi. Fa fasahatul kelimati hamda so'zdagi fasahat deganimiz. Xo'sh, hamda so'zdagi fasahat degan qanday bo'ladi? So'zdagi fasahat deganimiz salamatuha min tanafulil hurufi ve muhalafatil qiyasi vel gharaba. Yani so'zdagi fasahat deganimiz so'zning min tanafulil huruf degan harflarning og'izga qam kelmasligidan salomat bo'lishi. Og'izga qam kelmasligidan salomat bo'lishi. Yani qo'lashmaslik degan, qo'lashmaslik, qam kelmaslik. Yani harflarning og'izga qam kelmasligidan salomat bo'lishi va muhalafatil qiyas degan arab tili grammatika, morfologiya qoidalariga zid kelmasligi va g'araba degan g'alit bo'lib qolmasligi. Bu so'zning g'alit bo'lib qolmasligi. Demak, qanday bo'lish kerak ekan? Söz fasahatlik söz bo'lish uchun birinchi og'izga qam keladigan, og'izga oson keladigan demak oson so'zlar bo'lish kerak ekan. Bizdagi Uyg'ur tilimizda masalan ajab og'iz tamdigi tekcha deb gaplar var. Yani ayet qamlashmay aytgan. Yani anda bo'lmaslik lozim. So'zning fasahatlik bo'lishi uchun so'z demak oson, hammadan normal so'zlaydigan hammadan so'z bo'lish kerak. İkincisi Arap tilida söz yasash qoidalari var. Yani morfologiya. Arapça sarf ilmi deymiz. Sarf ilmida o'qig'anmiz shuni tabiiy o'quvchilar. Bu sarf ilmiga qarama-qarshi kelib qolmasligi. Andan grammatik qoidasi gap qarama-qarshi kelib qolmasligi. Nimaga sarf ilmi deymiz bu yerda siz? Chunki sarf degan so'zliklarni tadqiq qiladi. Sarf ilmining obyekti, tadqiqot obyekti so'zlik. So'zlik. Grammatika degan jumla. Grammatika sözlüklerini birbiriga qatishni o'rgatgan, jumlani o'rgatgan fan grammatika degan. Lekin sarf degan so'zlikni o'zini. Bir so'zni yasaytgan, so'zning bir so'zni yasaytgan fan bo'lganligi uchun biz hozir kelimadagi bizniki nuqtamiz kelima bo'lganligi uchun tadqiqotimiz shu kelima degi muhalafatul qiyas degan, ya'ni morfologiya qoidasiga zid kelmaslik. Ya'ni uyg'un kelish degan gap. Va g'araba degan gap so'z g'alit bo'lib qolmaslik, g'alita. G'alita degan gap yani işletip ko'nilmagan, işletip odatmagan yat bir so'zlarni akilib hammadan hayron qoldiradigan, ma'nisi qolmaydigan gapni ishlatmaslik. Yani hammadan ishlatib turgan gapni ishlatish. Bu so'zga fasahat qatoriga kirdi. Shuni bilan hamda Abdur rahimahumullohlar bizga hozir shu tanafurul huruf degan nima, muhalafatul qiyas degan nima, g'arabat degan nima shuni bizga tushuntirib o'tdi. Fatanafurul hurufi وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. Yani harflarning ağızga qam kelmasligi degan vasfun fil kelime. Bu kelimadagi bir sifat bu. Kelimadagi bir sifat deb atalgan. Yujibu bu kelime qanday qilib qo'ydi desa, bu so'zni tilga ig'irlashtirib qo'yadi. Ve usran nutqi biha degan bu so'zning tilga eg'irligini keltirib chiqaradi, yujibu degan keltirib chiqaradi. Ve usran nutqi biha degan bu so'zni nutq degan talaffuz qilishning qiyinligini keltirib chiqaradi. Bu shu tanafurul huruf degan ig'izga qam kelmas degan sifat, bu shunday ig'izga qam kelmaydigan so'zliklarni akilish nimani keltirib chiqaradi? Buni natijasi bir tilga ig'ir, ikkinchisi buni
telaffuz qilish tez. Mushu sifat. Masalan, deb arabcha misolni keltiryapti hozir. Nima deb? Nahu az-zash lil mawdi'il khashini, ya'ni bunda tuz emas, uydan chiqib tekshi emas, siliq emas yerga az-zash deydi arab. Ya'ni bu zash degan gap kitoblarda asos uchratib bo'lmaydi. Nayt az ishlatiladi, bek az. Andan nima bek az ishlatilgan gap bunda arab ishlatmaydigan, Abdullah kitoblarda ishlatmaydigan gapni kelib ishlatish. Bu nima? Gapni fasohatdan chiqarib yeni bir velhu linabatin tar'ahul ibil. Masalan, hu degan bir o'simlik var ekan, tugaydigan. Tugaydigan bir o'simlik. Unaga deb shu meni ismini buna keltirish, masalan, bu ismni keltirish adaytan. Tugaydigan bir o'simlik deb qolgan unaga hu deb qo'ysa, bu nima bizniki telaffuz qilib chiqarishimiz intayin tez, og'zimizga, tilimizga qo'lashmayapti hozir mana. Onu kenedin ve nuqahi nuqah degan, mesela tatlı süzük sonu nuqah degan shu gapni nima jihatdan bu nuqah degan gap bu mu nayti bir nima jihatdan tilga yeniroq bo'lsa-mu, chunki bu tilga ig'irlik yenilikmi ikki xil, bir qattiq ig'irlik, biri bo'shroq yeniroq ig'irlik deb. Ma yeniroq ig'irlik bo'lsa, lekin saf süzük so'g'in nuqoq deb. Ajabdek bu ism yana nima nayti quloqqa uzanlanmaydi. Quloq anglasa uzanlanmaydi arabchada. Bizning Uyg'urchadan ba'zan gapni shunda uz gaplanma ifodalaydi, sad gap bilan ifodalaydi. Shunda gelamdi. Val mustashzari lil maftul, masalan val mustashzari deymiz. Val mustashzari degan lil maftul. Bunda ishilgan ag'amchiga kelsa ishilgan ag'amchi deymiz. Chach kelsa o'rilgan chach, o'rmi chach deymiz. Bu shunaqa mustashzar deb maftul degan o'rniga mustashzar deb qo'ysa, bu ajoyib ta'sirli. Mustashzar. Chunki hamma harflarniki mahrajlari chiqish ig'izlari hammasi yaqin bo'lib qolgandan keyin deb yomon ta'sir buni chiqarish. Mana shunday so'zlarning hammasi nima bo'ladi? Fasahat, sözning fasahatiga ta'sir yetkazadigan, daxl yetkazadigan, fasahatlik doirasidan so'zni chiqarib o'tadigan, fasahatsiz so'z qilib qo'yadigan sifatlar shu hamda. Endi Musannif rahimahulloh muxalafatul qiyosni so'zlab o'tmoqchi bizga. Va muxalafatul qiyasi, endi qiyosqa, ya'ni morfologiya qoidasiga zid qilish degan kawnul kalimati g'ayra jariyatin alal qonunis sarfiy, ya'ni sarfi degani sarf qoidasi degani morfologiya. Morfologiya qonuniga jari emas holda bo'lib qolish so'zning morfologiya qonuniga nima uyg'un emas bo'lib qolishi degan. G'ayra jari degani uyg'un emas bo'lib qolishi. Andin qanday desa ka jam'i buqin ala buqat fi qawlil mutanabbi. Mutanabbi degan bir shoir hamda bu. Shu mutanabbi degan shoirning so'zida buq degan so'zniki ko'plik shaklini buqat deb ko'plik shakliga aylantirganligi. Bu grammar morfologiya qoidasiga zid ish. Aslida buq degan gap buqat degan gap bunday shaklda nima bo'lmaydi? Ko'plik shaklga aylanmaydi. Masalan bu she'rni o'qib qanday o'qidi? Mutanabbi degan shoir Sayfuddavlan damlab bunday bir she'r o'qib ekan. Fa iyaku ba'dun nasi sayfan lidawlatin fa fin nasi buqatun laha va tubulu. Ya'ni agar ba'zi kishilar davlatning qilichi bo'lsa, degan Sayfuddavla bo'lsa, degan davlat qilichi bo'lsa, fa fin nasi buqatun laha va tubulu. Ya'ni ba'zi odamlar borki, buqatun laha degan davlatning qoni o'tgan va dumboq o'tgan. Ba'zi odamlar davlatning keskin qilichi bo'lsa, ba'zi odamlar davlatning qoniyi andan nag'ir dumboqlar o'tdi deb bir şey o'qitgan. Bichada fa fin nasi buqatun deb buqat, ya'ni buqning ko'p shaklini buqat deb qopdi. Lekin sarf qoidasida, morfologiya qoidasida buqatga ko'plik bo'lmaydi. Buqat shaklida ko'plik aylanmaydi. Balki qanday shaklda bu buq abvaq shaklida bu. Abvaq. Agar jami qillat, ya'ni ozliq jamisi bo'lsa abvaq bu. Agar ko'plik jamisi bo'lsa bavaiq bu.
ne demek bir adı asli? Ebvak deyiş gerek idi. Ebvak. Fefinnasi ebvakun laha ve tubulu deyiş gerekti. Yani buqat deb eşkim nima qilmaydigan, cem qilmaydigan şekilde cem keltirib qo'yishim bu şiir ne nimadan chiqyapti? Bu bir so'zlar fasahatdan chiqyapti. Yani fasahatsiz şiir o'ylab qoldim bu şiirmi. Undan keyin endi biz mana şiirlarda o'quvchilar, qarindoshlar bak şiirlarga kallanlı şiirlardagi eng son diqqat qilgan obyektivni avto şiirlardagi arabcha mazmuni buqat degan shu şahidin bizniki ko'rsatmoqchi bo'lgan shu obyektga diqqatingizni buqat degan qarashlar. Qolgan yerlarga bu Sayfuddavla degan kim, Mutanabbi degan kim degan bu gaplarni 2-3 yilliklarga chiqqan vaqtingizda balog'atga shu chaqda tafsili şiirniki davomlarini tafsili mazmunlarni yechib bilamiz u vaqtida. Hozir uni deb o'tsak, yangi o'qish boshlovchilarning kallasi erişip qilib darsning eng muhim mazmunlarini o'zlashtirmay qoladi. Shunga kallanglarni herkes bunda yerlarga nima qilib olmanglar, keltirib olmanglar. Merkezleştirib olmanglar diqqatini yerga. İzil qiyasu, yana bu yerda izil qiyasu fi jam'ihi lil qillati abwaqu dedina. Chunki bu buq deganniki jam'isidagi qiyas, ya'ni morfologiya qoidasi abwaqdir dedi. Abwaq. Ama ya da buqat deb qo'ydi, shuning uchun bu fasad keltirdi. Va kamawdadatin. Mawdada degan so'zga o'xshash fi qawlihi degan Mutanabbining qawlida, ya'ni bu Mutanabbining she'ri. Nima deb she'r aytgan? Inna baniyya lali'amun zahada ma maliya fi sudurihim min mawdada. Yani Mutanabbi deb she'r aytgan. Inna baniyya lali'amun zahada. Degan shubhasizki baniyya degan mening bolalarim lali'am degan laimning ko'p shakli lali'amun, ya'ni hammasi paskashlar, u paskash. Zahada degan gap hammasi meni tashlayapti deydi. Meni tashlayapti. Maliya fi sudurihim min mawdada deydi. Ularning dilida menga hech bir muhabbat yo'q. Maliya fi sudur, ularning dilida menga nisbatan min mawdada degan hech bir muhabbat yo'q. Yani meni tashlayapti bolalar. Bak hammasi paskash bolalarim bor mening deb bizning bolalarni shikoyat qilib o'qigan şey ekan bu. Demek bir şeydeki bizdeki ko'rsatmoqchi bo'lgan nimamiz, shahidimiz nima? Dalilimiz nima? Min mawdada dedi bir şeyda. Mawdada degan gap nima deydi? Val qiyasu mawaddatun bil idgham. Asli morfologiya qoidasida bir şeydeki nima? Mawdada degan gap asli mawaddah bo'lish kerak. Qur'on Karimda bu mawaddah deb keraklik aynan. Asli mawaddah bo'lish kerak. Buni mawdada deb qo'ydi. Av she'rning boshiga qopi kelsin deb. Lekin anda kapikasyon için yeshish durust bo'lgan bilan she'rni fasahatlik she'rlikni chiqarib o'tadi. Durust deymiz, joiz deymiz, lekin bu she'r ashunda uni bunda fasahatlik nimadan chiqarib o'tadigan bunda gapni akaguncha, anda gapni gapni boshqa gap so'zliklarni akasin bu masalan. Uni akalanmaymi shu nimani idg'omdan chiqarib o'tish lozim bo'lgan so'zni akaganligi bu she'rni fasahatdan chiqarib tashlaydi. Endi Mishadaki qiyas qoidasini mavadda deyish kerak. Yani biz hammanglar esingizda bor sarf qoidasida, ya'ni morfologiyaga o'qigan bo'lsanglar, sarf qoidasida bunda bir qoida bor. Mavadda degan ikki harf bir jinsidan gap qilsa, har qanday so'zda ikki harf bir jinsidan kelib, ikkinchi harf harakatli bo'lsa, shu hamon nima ikki harf bir jins degan mavdada deb ikki dal bir jins. Bir yerda ikki dal gap qoldi. İkinci harf dal harekatli, anda olganda kim bir yerda idg'am şartı var. İdgam vacip bu tabiada. İdgam vacip. Yani birinci dalını ikinci dalını içine kigizib ötüp birinci dalını ikinci dalı qetib etishni vacip bu. Anda idgam qilish uchun biz qanday qilamiz? Avval birinci dalning harakatini olib tashlaymiz. Shuni bilan birinci dalning harakatini oldidagi harfga olib beramiz sakin bo'lsa. Mavdada birinci dalning harakatini oldiga olib bersak mavad da bo'ldi. Birinci dalni ikinci dalda idgam qildik. Yani kigizib o'tdik. Mawaddah bo'ldi. Yani tashdid harfida, shadda harfidan birini qilib bersak mawaddah bo'ldi. Mana bu morfologiya qoidasi. Yani bu shu qoidaga zid akab qo'yganligimiz so'zni fasohatdan chiqarib o'tadi. Endi Musannif rahimahulloh deydiki vel gharabatu. Üçüncüsü böldükmü abaytın? Üçkü böldük. Ama bir tanafurul huruf. Söz ne? Fasahatdan chiqarib o'tgan narsa birincisi tanafurul huruf harflarning ig'izga qon kelmasligi. İkincisi muhalafatul qiyas morfologiya qoidasiga zid gap qilish. Üçüncüsü g'arobat, g'alitilik dedik. G'alitilik degan nima desa kaunul kalimati g'ayra zahiratil ma'na. Sözning
ma'nisi oshkor emas. Oshkor emas laf qilish. So'zning ma'nisi oshkor bo'lmasligi. Ma'nisini uqlamaydigan. Yani g'alati gap qildingiz ya deydigan gap. Biz yot bir gap qildingiz ya deymiz. G'alati bir gap qildingiz ya deymiz. Yani g'alati gap, yot gap degan qanday gaplar desa, ma'nisini uqlamaydigan. Uni bir alaydi gapni ma'nisini tushunib bermasa, tushunolmaydigan. Bu biz gap Uyg'urcha, mesela Uyg'urchada yoki biz Arabcha. Lekin Uyg'urcha gap bo'lsa-mu Uyg'urlar bas asaliga tushunolmaydigan gap. Bu hammasi nima? Sözünde fasahatini chiqaradi. Chunki fasahat balog'atning qoidasi qanday gap so'z ishlasak ishlatib, shu gap anglag'uvchiga gapimizni oson, silg'ada tushuntirish. Gapni tushuniksizlikdan saqlash bo'lgandan u fasahatning balog'atning nimaga tub nishoniga qarshi ish bu tushuniksiz gaplarni keltirish. Masalan, Musannif rahimahulloh misolga takakka bi ma'na ijtama'a masalan. Takakka deb akabiyaga ijtama'a qonuniga takakka deb qo'ysa, ya'ni to'plashdi deb qo'ysa, mana bu shumi nima? Nima keltirdi? To'plashdi deb qonuniga ijtama'a qonun takakka degan gap qo'ysa, buni arablar nihoyat oz ishlatilgan gap. Bu shumi g'arabat deb ataladi, ya'ni nima? G'alatilik, yot so'zni ishlatish, g'alati so'zni ishlatish degan. Va franqa'a deb qo'ysa bir ma'no insirafa. Ya'ni qaytdi degan o'rniga va franqa'a deb qo'ysa. Bu mu ajoyib, ya'ni g'alati so'zni ishlatganligi, yot so'zni ishlatganligi. İnsirafa degan normal so'zni o'rniga. Va tlaqamma degan bir ma'no ishtadda, ya'ni qattiq bo'ldi degan o'rniga itlaqamma. Yani hammasi shu bir ma'no ma deb turgan gaplar masalan takaka degan ijtimoa degan ma'nosi shu. Franqa'a degan insirafa degan ma'nosi shu. İtlaqamma degan ishtadda degan ma'nosi, lekin av hammada ishlatib kelgan gapni ishlatgan o'rniga hech kim ishlatmaydigan ishlatish hammasi so'zni nimani chiqaradi? Balog'at, ya'ni fasohatdan chiqaradi. So'zning fasohatli ekanligini chiqaradi. Shundan bugungi darsimiz mishada oxirlashdi va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallam ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi